bir aytib berishgan edi. Zakot beradigan bir muddat kelganda, mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitgan edi shu narsani. Bir domlaning oldiga bir katta bir davlatmand kishi kelib, zakot bermaslik yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar manaqa bo'lsa-chi, unda berasiz. Agar manaqa bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasiz bo'lar ekan degan javob topamasdan, ha estigina faloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odamlar, savdogar bular haqiqiy savdogar, foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bittaga yursa, Ramazonda 70 taga yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'llar qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda taydigan narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir da'vatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, "Moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi" deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku.